Alayhissalom, bugungi videoda noldan bitta landing yaratib ko'rsataman. Sizlar bilan birgalikda. Men ham hali hech qanaqa tayyorgarlik ko'rmaganman. Prosta eski videolarimdagi landingdagi videolarimda ko'p zapros keldi. Promptni o'xshatish qiyin bo'lyapti. UI UX dizayni o'xshamay qolyapti degan narsalar. Shuning uchun bitta fake kompaniya qanaqadir noldan taxlab ko'ramiz. Bu videoda maqsad o'sha agentlarni landing ishlatishdan tashqari mana shu skilllarni integratsiya qilish, prompt to'g'ri berish va shu qilayotgan ishlaringizni keyingi darajaga olib chiqish. Video boshlashdan oldin agar sizda qanaqadir kompaniyangiz bo'lsa, agar sizga qanaqadir landing kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqing. O'z opisaniyada qoldiraman. O'zim polniy qilib beraman sizlarga. Atak videoni boshlaymiz. Tak, boshlaymiz. Birinchi bo'lib nima qilamiz? ChatGPT ga kirib olamiz. ChatGPT ga kirib olamiz. Nimaga aynan ChatGPT? Nana bor, Gemini bor, deysizlar. To'g'ri aytasizlar. Adashmaysizlar, lekin tak, sizlarga bitta rasm yaqinda GPT Image 2 chiqdi. Bu mana yangilik ko'rsataman sizlarga, foydali informatsiya. GPT 2 medium modida, ya'ni o'rtacha modida, low effortda, ya'ni hammasidan bunaqa Arena AI deb benchmark bo'yicha hammasidan oshib o'tib ketgan. Bu visokiy ko'rsatkichda, слишком qaranglar, Nano Banana 2 bilan qanchalik raznica bor. Shuning uchun hammaga maslahat beraman. GPT ni o'zi ham zo'r generatsiya qilyapti. O'zim ham davolayman. Mayli, ketdik. Nimadan boshlaymiz? Давайте nom o'ylab topaylik. Bugun kelar ko'p o'ylab o'tiramiz, qanaqa tur kompaniyaga ko'ramiz. Nomni o'ylab topaylik. Давайте Horizon Travel. Aboyimda tog' turgani shu Horizon ismiga keldi. Horizon Travel is a tour company generate a logo. Sizlarda logo bo'ladi ko'pincha hollarda. Prosta logotip generatsiya qilish uchun aytaman-da endi. Hozir branding bo'lish uchun. Tak, bu generatsiya qilaversin. Generatsiyaga o'tib ketdi bu yoqda. Tak, biz o'zimizda coding agentimizga kirib olamiz. Bu Codexmi, JLMmi, farqi yo'q. Cloudmi, Antigravitymi, farqi yo'q. Любойga, GitHub Copilotmi, farqi yo'q. Любойga kirib olasizlar. O'zingizlarda yoqtirganingizlarga. Men bugun Cloud agentida ishlab boraman. Devin AI podpiskam bo'yicha. Devin AI da podpiska sotib olgandim. Yaxshi ekan, ancha. Tak, men Antigravityda nima ko'rsatmayapsiz desa, chunki menga bu qulaydi hozir. Antigravityda ham podpiskalarim bor. Antigravity yoqsa sizlarga boshqa videolarim ham bor. Tak, nima olamiz? Birinchi bo'lib qiladigan sheylar, proyekt ochdinglarmi? Mana chiroyli dizayn xohlasanglar, skill o'tkazib oylanglar. Bu globalniy kompyuterlarga bir martada o'tkazsanglar ham bo'ladi. Mana bu tak. Bu Telegram kanalim, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim ham foydali narsalar tashlab turaman. Ilojidan qo'lgan kelgancha, misol uchun skilllarni hammasini tashlab qo'yganman hozir. Shu yerdan kirib bosaverasizlar gazini. Bitta yangiliklarni, sun'iy intellektlarni, personalniy blog. Mana yangilik GPT 5.5 chiqqanda har bitta narsasini tashlab bergandim. Tam foydali veb-saytlar tagidalik. Kirib olsanglar, короче, afsuslamaysizlar.
Yoqmasa chiqib ketaverasizlar lekin. Farqi yo'q menga. Tak, mana shuni olamiz. 3 ta skill, mana eng zo'rlarini sizlarga tanlab qo'yganman. Bittasi o'zimnikida, o'zim yozib chiqqanim mana. Shuni olamiz. Men ovozda inglizcha ovozda berib ketaveraman. Sizlar o'zingizlarda yoqqan anaqaday turlarda yozaverasizlar. O'zbekcha yozsanglar ham tushunadi любой coding agent. Просто menga video tezlash uchun qilyapman bu narsani. Could you integrate these skills perfectly so that we will be integrating these skills and creating the best UI UX landing page. Tak. Endi boyaglar tashlaymiz. Skill'larda qo'lda o'tkazaman desanglar, qo'lda o'tkazish ham oson. Terminalga kirib olamiz. Misol uchun, skill'larda hozir obzor qilib ko'rsataman. Bu skill'lar nima desanglar, agentga kontekst beradi bular. Kontekst degani agent nima qilayotganini yaxshi tushunadi, bilimlarni oladi, qayerdan olishni bilmaydi. Misol uchun bu yerda har bittasi qanday o'tkazish kerakligini har bittasi tagida yozib qo'ygan. Tak, qaranglar, bu yerda installation degan narsa bor. Plugin deb turib o'tkazib olasizlar. Plugin har bittasi GitHubda readme faylda qo'yib qo'yadi qanday o'tkazish kerakligini. Tak, misol uchun test skill'ni ham o'tkazish oson. Qaranglar, buniki вообще oson. npx skills orqali o'tkazsanglar вообще oson. Bitta komandani o'zi orqali terminalga tashlagan holda o'tkazib olasizlar. Hozir bu endi terminal boshlab qo'ydi, shuning uchun tashlamayman. Bu o'zimniki kirsanglar start bosib ketasizlar. Короче, start bosib ketinglar. Menga ham поддержка bu. Tak, o'zim yozib chiqaman, mana o'zim akkauntim. Buni ham npx ga integratsiya qilganman, eng qizig'i. Mana bosib turib, meniki ham stanovka qo'yib olasizlar. Bu aynan sizlarning orliqlaringiz uchun. AI Slope'ga o'xshab turib, mana g'alati rang-barang g'alati saytlar yaratgandan ko'ra professional darajada sayt yaratamiz. Tak, GPT nima qilibdi ko'raylikchi. Bo'ladi, короче. Ana shunaqa rezultat chiqaribdi. Bo'ladi bu. Shunchaki download qilamiz. Tak, the disk YouTube uchun videomda. YouTube uchun degan papkamda edi. O'sha papkaga, qaysi papkada bo'lsanglar, o'sha papkaga saqlanib qolinglar. Landing skill degan papkamda. Endi bu yoqqa tushdi. F2 ni bosib turib, logo.png просто adashib ketmaslik uchun. Tak, o'zi narsa bilan ishlatayotgan paytda Next.js da ishlasanglar, misol uchun public folderda turadi hamma rasmlar. Agar HTML da ishlasanglar, img folder ochib, mana papka ochib, ichiga tiqqaninglar ancha qulayroq. No, bugun ustma-ust yugurib ketamiz. Tak, bu nima qilyapti? Ishlash oson bo'lishi uchun har bitta skillni bitta-bittalab ishlatsa, 3 ta papka va joy to'lib ketadi. Shuning uchun uchalasini unikalniy bitta skill md faylga o'tkazib olyapti, чтобы aynan landingimiz uchun kerakli bo'lgan narsalarni. Tak. Kutamiz. Obuna bo'lib qo'yish testdan chiqmasin. Men foydali kontaktlar tashlayapman, короче, faqat obuna bo'lib qo'ysanglar, hammasi yaxshi ketadi. Coding, AI sohasida hamma narsa. Agar taklifinglar bo'lsa, обязательно yozib ketinglar. Negativ bo'lsa ham yozib ketaveringlar. Tak, bu bo'lib qolganlar, chimcha ko'ramiz. Bu yerda Vine surfda bitta narsa yoqadi, bittada qancha cascade, qancha token ishlatayotganini ko'rsatib ketadi. 1 million tokenga $5 oladi gazeta. Tak. Biz ungacha nima qilamiz desanglar, kutamiz просто choy poy ichib. Tak.
Ungacha promptni boplab yozib turaylik, bu skillni o'tkazib olaveradi. Logo.png mening tur firmamga veb-sayt kerak deymiz. Tushuntiramiz keyin. Veb-sayt kerak deb turib, tak. Aralash yozib ketaveraman, bu tushunib ketaveradi menga. İngilizchalab yozish qo'yroq o'zi. It's an Uzbek tour company organizing international tours, specializing in Vietnam, Thailand, Malaysia, Sharm el-Sheikh, etc. Use your best skills and generate me a professional animated and interactive website with 3D animations following your brand identity skills, and also make it professional and approach it as a professional brand designer with 10 years of experience and as a software engineer with solid front-end skills. Make it minimalistic, professional, user experience. Tak, bu nima programma ishlatasiz desanglar, Visper Flow'da Pro versiyasini ishlataman. Front-end skill. Make it minimalistic, professional, user experience satisfying. Matching our logo, colors and etc. Endi skill md fayllarni mention qilib ketamiz, чтобы u aynan mana shunaqa fayllarni qo'lga solish uchun. Do your best as a software engineer. Tak. Skill motion faylini yaratdi. Skill motionda ham integratsiya qilamiz. Ani bossanglar, o'zi kuchukchani bossanglar, mention qilsanglar bo'ladi direktordagi любой narsani. Tak, bunaqa professional landinglar bilsanglar, HTML da yozish qiyin. Shuning uchun bular ko'pincha skilllar TypeScript, Next.js, React.js ga moslashgan bo'ladi. Shuning uchun hammaga Node.js o'tkazib olinglarda, o'sha hamma nima veb-sayt qilayotgan bo'lsanglar, nima dizayni qilayotgan bo'lsanglar, hammaga o'sha Next.js deb yozishni maslahat beraman. Uni SEO optimizatsiyasi ham, hamma narsasi vstroyni yaxshi, tez ishlaydi, ham versiya bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiyasi bor. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, yozib qoldinglar, men javob beraman o'zim. Siz kimsiz o'zi desanglar, ismim Behruz, o'zi 3 yil, 4 yildan beri polniy mana shu full stack razrabotka bilan shug'ullanaman. Sun'iy intellekt paydo bo'lgandan beri polniy o'zini o'rganib chiqib, nima yangilik bo'lsa, sizlarga ulashishga harakat qilyapman. Unda avvallari mana shunaqa narsalarga bir hafta, 2 hafta vaqt ketkazardim har bitta narsasiga. Hozir kod yozib, qo'lma-qo'l CSS da 35 ming talab qator yozib, hozir endi bitta dam olib, o'sha to'g'ri ishlatishni bilib, mana serverning API taraflarini o'zimiz yozamiz endi. Mana shunaqa ko'pincha 95% ishni mana shu sun'iy intellekt qilyapti hozir. Endi bu haqiqat, buni qabul qilish kerak va o'rganishni hammaga maslahat beraman. Chunki bu imkoniyatlar davrida hozir shu foydalanib qolish kerak prosta. Tak, bu nima yozib tashladi? O'sha navbarga o'tib ketdi-yu. Так, full landing and make sure all dependencies work. Avoid generic AI slope design. Make sure Next.js is installed and ready to run. Так, bu prompt yuborib boramiz. Tak.
Bu nima qilyapti? Bu hozir veb-saytda sразу yasashga o'tib ketdi, chunki qanaqadir bilmayman, skilllarni ichida bittasida o'sha landing veb-saytda promptdan yozgan, landing qilishni o'rgan deganni, hozir qanaqadir randomli landing qilishga o'tib ketdi. Tak. Ko'ryapsizlarmi? Sразу logoni analiz qilishga o'tib ketdi. Har bitta rangini kategoriyasini oldi. Yana bitta video qilganim Stitch bilan ishlash bo'yicha. Stitch bilan ham ishlashni hammaga maslahat beraman. Stitch Google orqali chiqarilgan yangi UI UX tool. Bu MCP orqali to'g'ridan-to'g'ri integratsiyasi bor. Tak, bu bilan polniy veb-saytlarni generatsiya qilib turib, bu yoqqa sразу o'tkazib olsanglar, unaqa prompt yozmasdan turib, sразу rezultat topa olasizlar. Tak, buni kutyapmiz. Tak, boyaga eski sezib qoldim-ku, navbar TSXga o'tib ketdi kod yozishga. Shularni уже o'chirib tashlayapti. Mana qaranglar. Source papkada turadi har doim. Agar qanaqadir Next.js proyekt bo'lsa, source papkada kod turadi. Public papkada media fayllar va boshqa narsalar turadi. Node modules papkada dependencylar turadi. Package.json da mana shu hamma versiyalar saqlanib turadi-da. Tak. Source papkada global CSS, layout TSX, bu layout общий planirovkasi. Tak, components bu har bitta komponentda o'zini unikalniy kodi. Tak, misol uchun navbarga alohida TypeScript kod. Undan keyin tagida hero section kelyapti. Heroga alohida section. Buttonga alohida section. Bu nimaga yordam beradi? Veb-sayt tez ishlashiga. Misol uchun bittasi ishlamayaptimi? HTMLda hammasi ishlamay qoladi. Bunda bittasi ishlamasa ham keyingisi ishlab ketaveradi. Tak, tez yozyapti kodni. Tak, yozyapti men bitta. Kutyapmiz, ko'p kuttirib qo'ydi. Cho'ta men montaj qilib o'tirmayman, shuning uchun sal cho'zilib ketadi video. Skip qo'yasizlar shu joylarni. Sizlar Tak, oxirgi sectionlarida hozir footer sectionini integratsiya qilyapti. Tak, keyin boya React fayl yarata olmabdi, chunki bu yerda node modules formasi o'tmadi. React did not
X так, next app not create. Why so many errors? Can you fix that? Savol jo'natib yuboramiz. Tak, wires formasini yozyapti. Keyin testimonials yozadi hozir. Testimonials bu odzuvlar sectioni. Tak, aytdim-ku mana. Tak. Rezultat shunga yarasha bo'lyapti deb umid qilaman. Avvalambor bittada rezultat hech kimda yaxshi chiqmaydi. Omad bo'lib qolmasa. Shuning uchun follow up promptlar bilan bittada yaxshi chiqmasa, orqasidan promptlar berib davivat qilish kerak. Любой veb-saytda. Ideal rezultat shundagina bo'ladi. Fuck section, yana frequently asked questions. Tez berilib turadigan savollarga sectioni. Shuni yozib olsin endi. Tak, bittasini ko'rsatamiz. Savol, orqasidan javob. Va nihoyat footerga o'tdi. Global CSS yozdim yo'qmi? Tak, mana o'zi tushunib yetdi bu narsani. Chunki boya o'tkazmagandi. Nimaga desanglar, mana agar oldindan fayl chiqib qo'ygan bo'lsalar, misol uchun media yoki md fayllar bo'lsa, bittada o'tkazmaydi. Chunki sensitive data bor deb o'ylab qoladi. Shuning uchun pusto papkaga birinchi bo'lib o'tkazib olgan qulayroq. Keyin esa publicga tiqib qo'yasizlar. Shuning uchun hozir boshqa papkaga ko'chirib turdi o'zi. npm install bo'lgandan keyin o'tkazaman deyapti. Tak, mana node modules papkasi sразу o'tdi mana. Ko'rib turibsizlar. Men boya aytgandim. Dependency papka bu node ishlashi uchun. Tak, hali o'tyapti. Так, mingtaga ozgincha qolibmiz, bosib tashlaymiz podpiska. Так, mana node sразу o'tdi. Sразу ko'rsatadi o'zi 112 ta package qo'shildi. Так, vulnerabilities bor ekan. Так, уже запустить qilyapti serverda. Are you sure CSS is written and the design is completely done? To'g'rilikda. Negadir global CSS-dan chiqib ketdi. Sizlarda endi bunaqa muammo bo'lmaydi. Ko'pincha shunaqa muammolar sezib qolaman bir xillarda. Bu yana yangi model ishlatib ko'ryapman buni.
tak. Localhost ochib ko'r deyapti. Localhost ochib ko'ramiz. Compiling beryapti. Compiling ya'ni kompilatsiyasi bor, bir martalik o'sha o't olish kerak. Gazeta faylda og'irligiga qarab bir martalik o'tkazib oladi. Mana shu ready deb chiqadi hozir. Ay, boshqadan boshlaydi-ku. Hozir bo'ladi. Tak, ishlat deyapti, ko'ramiz hozir. Tak, mana ko'rib turibsizlar. Zo'r, menga ham yoqdi. Shunaqa davom ettiraverasizlar. Chotki mana tak, mana bubble uncha yoqmadi menga, chunki zo'r qamallayapti. Biz uchun zo'r, endi bu tematikaga sal to'g'ri emasligi mumkin. Endi orqasidan promptlar berib, misol uchun background image, hero image qo'y, bunaqa narsalar qo'y deb turib to'g'rilayverasizlar. No, oddiy veb-saytdan ko'ra 100 barobar effektivroq. Misol uchun sotaman desanglar ham bu sayt ancha katta obro'ga ishlaydi. Misol uchun mana qarasanglarchi. Trusted partnerskiy animatsiyalar bilan tayyorlab, mana ularni professional dizayn qilgan. Minimalistichniy, такой вайбовый qilganda. Bu yerda mana quick call retention saqlash uchun har bir narsasini qilib chiqqan. Bu turdi bossa. Tam и так далее. Shunaqa qilib qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bitta obunani otaverasizlar. Shunaqa ko'p videolar chiqib turadi, xudo xolisa.